Xayrli kun, bolajon. Assalomu alaykum aziz bolajonlarimiz, shirintoylarimiz, kichkintoylarimiz. Xayrli kun bolajon dasturi yana xonadoningiz mehmoni. Biz a'lo kayfiyatlar bilan, chiroyli taronalar bilan ko'rsatuvni boshlab oldik. Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Xayrli kun dasturida yana sizlar bilan men Zilnura va Kumushapan. Va Shohruz. Shunday ekan, biz o'zimiz emasmiz, yolg'iz emasmiz. Bizda mehmon bor. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Marhamat, mikrofonni olib, javoblarni berib, do'stlaringiz bilan salomlashishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat, Sardorbek, yaxshimisiz? Ko'rganimizdan xursandmiz. Menimcha, boya bir o'zingiz emas edingiz shekilli. Sheriklaringiz, do'stlaringiz bormi? Ha. Marhamat, siz olib kela turing. Dilnoraxon esa jajjigina kichkintoylar bilan salomlasha oladi. Assalomu alaykum do'stlarim. Yaxshimisiz? Yozgi ta'tillar qanday bo'lyapti? Yaxshi bo'lyaptimi? Kitob ham o'qib turibsizmi? Barakalla. Kela qolinglar. Biz bugun yolg'iz emasmiz. Bugun bizni studiyamiz juda ham chiroyli bo'lib to'lib turadi, mehmonlarga xos omas bo'lib. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kelinglar. O'tiring. Marhamat, Shohruzbek mana men javob beraman deb turib ketadilar. Siz bu yerga o'tiring. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom berib qo'ying do'stlaringizga. Alini oldingiz endi. Salom do'stlarim. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Kimsiz, nimasiz? Qayerdan keldingiz? Marhamat, kameraga qarab. Kimsiz? Yaxshimisiz? Yo'q, o'zingiz. Marhamat. Men Samiraman, 6 yoshdaman. Ha, Samiraxon, 6 yoshmisiz? Ha, mayli, sizniki kechirimli. 6 yosh bo'lsangiz hali yosh ekansiz. Va alaykum assalom deyishingizdan bildim. Marhamat. Bularga ham tutamiz mikrofonni. Assalomu alaykum, mening ismim Zarina. Men Gler nomidagi Respublika musiqa maktabida o'qiyman. Yaxshi, nechinchi sinfdasiz? 7-chi sinfdamisiz? Siz qaysi yo'nalishda o'qiysiz Glerda? Estrada vokal. Sizni o'qishingizni juda ham ta'riflarini ko'p eshitganmizda. Iqtidorli yoshlar chiqadi, juda ham dars berishlari boshqacha deb eshitganman. Murakkab va o'ziga yarasha tartibli, qattiqqo'l va shu bilan birgalikda zo'r maktab yotibdi-da u yerda. Bekorga Glerni tanlamadingiz, to'g'rimi? Ha, Maktabingizni yaxshi ko'rasizmi? yoqadi. Glerdan juda ham a'lochi o'quvchilar chiqqan albatta. Chunki o'tgan safargi kursimizda ham aynan sizning maktabingizdan bir iqtidorli bola kelib o'zlarini ko'rsatib ketgandilar, bor mahoratini. Hozir esa sizlarni ko'ramiz. Qo'shiq aytishga qiziqasizmi, nima qilasiz? Qo'shiq aytishga qiziqaman. Qaysi yo'nalishda? Estrada shu vokal. Estrada bir joyli eshitmaymizmi? Nima deysiz? Voy, yana o'ynab ketardik. Albatta, biz esa raqsida biz deydi-ku, marhamat. Olamni o'ziga mahliyo etgan, ey jannat misol diyor. Osmoningda porlab nur sochib turgan, eng saxiy quyoshing bor. Hey! Yangi asar sari dadil yo'l olgan, ulkan karvon o'zingsan. Seni omon saqlab olib ketayotgan jasur karvon boshing bor. Jannat o'lkam, O'zbekistonim, gullarga to'lgan go'zal bo'stonim deyman. Jannat o'lkam, O'zbekistonim, bag'ringda yashab yo'qdir armonim deyman. Qoyil, bilasizmi, mendachi bir odat bor-da. O'zbekiston haqida she'rlar eshitib qolsam, qo'shiqlar eshitsam jo'shib ketaman, faxrlanib ketaman. Yoshlarimiz tomonidan mana shunday qo'shiqlar kuylanayotganiga to'g'risi juda ham chiroyli kuyladingiz. Sizga esa chiroyli qarsaklar muhtaram bo'lsin, marhamat.
rahmat. Tasanno. Juda ham chiroyli tarona uchun rahmat sizga. Xo'sh, siz qayerda o'qiysiz? 6 yosh bo'lsangiz endi chiqdingizmi? Mana. Keling, mikrofonni gapirang-da. Ovozingizni ilib ola olmaydi bu. Men bog'chada o'qiyman faqat. Bog'chada o'qiysizmi? Siz ham shu maktabga bormoqchimisiz? Ha, maktabga bormoqchiman. Qaysi maktabga chiqmoqchisiz? Gilerdagi. Siz ham Gilerga bormoqchimisiz? Qaysi yo'nalishga? Skripka. Skripka yo'nalishiga bormoqchimiz. Demak, sizlar cholg'uvchilar, sizlar kuylaysiz. Menga qarang, siz uchalangiz bir oiladan emasmisiz? Bir-biringizga o'xshar ekansiz juda ham. Ha? Bir opa singil, aka uka deganday rostdan bitta oilada anaqa yashaysizmi? Men hazillashib aytgandim. Rostdan. Opalari, ukalari, singillari bir oiladan, ana mahorat, ana iste'dod. Kim bor oilangizda endi? Aytinglar sirni. Qiziqadigan san'atkorlar bormi? San'atkor bor, ikkita faqat. Kim ikkita? Biz ikkalamiz opam emasmizda. Opam bilan akam. Opangiz bilan akangiz 3-siman deydi. Yaxshi. Barakalla, go'zal qizalog'imiz. Endi siz ham qani bitta yigit ekansiz. Oilada bittamisiz yoki sizdan keyin tashqari o'g'illar ham bormi? Bittaman. Bitta sizmisiz? Oo, yaxshi. Qanaqa qilib bu sohaga kirib keldingiz? Kim aytdi? Pianist bo'lasan. O'zim xohladim. O'zingiz xohladingizmi? Voy. Barakalla. Necha sinfsiz Gilerda? 3 ga o'tdim. 3 ga o'tdingizmi? Yaxshi. Gilerda o'qish tartiblari qanday? Qiyin emasmi? Men uchun qiyin emas. Kimga rahmat aytasiz? Ustozlaringizgami? Ustozlarimga. Ustozingiz kim? Irina Sergeyevna. Salom ayting. Irina Sergeyevna, sizga rahmat. Salom. Albatta, marhamat, siz ham ustozlaringizga minnatdorchiligingizni bildirsangiz bo'ladi. Albatta, ustozlar ko'rganda xursand bo'lishadi. Marhamat. Siz hali ustoz ko'rmadingiz, to'xtab turing siz. Siz endi kiryapsiz, siz hali bog'chadasiz. Maktabga kirsangiz bizga. Yo'q, bog'chada ham ustozlar bor albatta, keyinroq. Albatta. O'zim estrada o'qituvchim Rahmatullo ustozga rahmat aytmoqchiman. Shuncha men konkurslarga olib chiqib, ustimda ishladilar. Va o'zim o'quv ustozlarimga ham rahmat aytmoqchiman. Estrada yo'nalishi juda ham chiroyli ovozingiz bor ekan, hozir kuylayapsiz. Qandaydir bir ohanglarini men Lolaga o'xshatdim. Lolani ovoziga o'xshatishadimi hech? O'xshatishmaydimi? Kimning ovoziga o'xshatishadi? Hozir ayni paytda hech kim o'ziga o'xshatishmaydi. O'zing ustingda ishla deyishadi ko'proq. O'shanda Nolaringiz chiroyli ekanda. Mana bu diplomlardan gaplashaylik, kelinglar. Mana bu statuetka meni juda ham diqqatimni qaratdi. Qayerda olgansiz? Qirg'izistondami, Qozog'istondami? Qozog'iston. Siz olganmisiz? Bu mikrofon shu olganda siz olgansiz bo'ylabman. Qo'yla O'zbekistondami, bilmadim, aytib beringlar. Mikrofonni beringiz. Bunday yutuqlarga, bunday sovrinlarga mikrofon kerak. Men buni biz baxtli bolamiz tanlovida shu kubokka olganman. Yaxshi. Necha yil olgansiz? 2025-yil. Yaqin olgan ekansizda? 1 yil bo'ldi. Menga juda ham yoqdi. Mana bu sovrinni zo'r qilishgan ekan. Mana bu yulduzchalar qayerda? Bu yutuqlarchi buncha ko'p sizlarni sovrininglar. Global art ekan, nima ekan bu? International 3-o'rin olgan ekansiz. Ha. Grand Prix olganman. Grand Prix olgan bo'lsangiz 2026-yil bo'lgan ekan. Nima bo'yicha? Pianino bo'yichami? Yaxshi. Sizda qanday yutuqlar bor? Qayerlarga bordingiz? Nimalarni kezdingiz? Mikrofonni olib gapirib beravering, maqtab oravering, bo'laveradi, yarashaveradi sizlarga. Nechinchi o'rin oldingiz? 2-1 o'rinlar olganman va faqat muzika emas, mental arifmetika bo'yicha ham tanlovlarga qatnashganman. Bu yerda sertifikatlar bilan 1-o'rinlar olganman. Barakalla. Kelajakda shu sohani bitirasizmi? Endi aniq bilmadim. Endi muzikada ketaman hozircha. Hozircha estrada xonandasi bo'lmoqchisiz. Sizchi? Hozircha. Men shu sohada ketmoqchiman. Siz ham pianino yo'nalishi bo'yicha ketmoqchisiz. Sizchi siz? Men bog'chadan ketmoqchiman. Bog'chadan qilsam bo'ldi. Iltimos bog'chaga bormanglar meni. Meni maktabga chiqaringlar. Men uxlashdan charchadim deng. Oldin bog'chadan chiqib oling, keyin bir gap bo'lardir. Demak, bog'chadan qutulish maqsadida, albatta bog'chada yaxshi, lekin uxlatishni yomon ko'rishadi. To'g'rimi yo'q? Uxlash yoqmaydi. Uxlash yoqmaydi. Ay, menga esa bog'cha yoqadi. Bog'cha davrlarini sog'inaman. Oldin siz bog'chani qadriga yetib oling, keyin maktabga chiqasiz. Albatta hazil, albatta har bitta davrlarni o'z davri.
shirin onglari bor, qadriga yeting. Shunday ekan, sizlarni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Yana bir bor taklif qilamiz Gler maktabiga. Omad tilab qolamiz. Zo'r iqtidorli yoshlarni chiqaraversin va biz kursimizni davom etamiz. Bir zumda sahifasiga navbatni beramiz. Marhamat!